xaridorlarimizning talabiga asosan Vancouverning muvofiq bo'ladiki, keyingi taraqqiyotini yaxshi bo'ladigan Jinkei Vandagi 1,5 kilometr keladigan atrofdagi shamchanlari 22 boshlang'ich 1-o'rta qatorliq maktablarimiz yaxshi bo'lgan Vancouverning yaxshi uydan birine keldik. 126 kvadrat chiqdi. Bu uyni men bilan cho'qim ko'rib ekan. Uyimiz kelganimiz qarshi olamiz. Jinjong holatda sizni jonchilik topshirdi. Ashxonasi ko'rib ekan. Kelgandan keyin bizning mehmonxonaning o'rni mana ko'rsanlar bo'ladi. Buningki o'rinlari jihatda, qurilmish jihatda layda o'ng chiqdi. Xo'jalik boshqarish qurilma haqiqiy Vancouverninki alohidaligi bo'ladi. O'ng taraf qarana. Bu yerda bir tozlik qo'yib, derazalar bor. To'liq holatda sizning ehtiyojingizga mos keladi. Sol tarafingizda bir yotoq qo'yib, mana o'zingizning ayrim yotoq qo'ysangiz bo'ladi. Layda muvofiq holatda mushu jonshunning funksiyasini agar yenimiz kelib qolsa, sizga men yaxshi so'q qilaman. Mana endi ko'rib ekan buni kichik omoqlarimizning yotoq qo'yib qilsak, mana chiroyli holatda keladi. Ranglarni mushalat qilib bo'ladi. Ma'lum bizdan mana xas hujra. Xas hujraning ishining bo'shliqini ko'rib ekan. Ayrim tozlik qo'yib, tozlik qo'yning ayrim derazalar bor. Demakchi bo'lganimiz Vancouverdan uy oldik degan gap, qurilmani olamiz, yuqori sifatli qo'shnilarimiz bo'ladi. Andan keyin bizningki eng muhim bo'lgan xo'jalik boshqarish, keyingi bosim tushib ketmaydi. Agar siz bilsangiz, burun jonshunlik yoki mo'pi etayotgan Vancouverning uylari hozir 2-qo'l bozorga tushgan vaqtida 1000 ko'ydan boshlab 2000 ko'ygacha ustini o'rlab qo'yadi. Shunga Gungji-Jinsba mushu o'rindan Jinkei tarafdan o'yalmas bo'lgan do'stlar, bu fursatni chim tutish kerak. Telefon nomerimiz 136 449 86 99.